Qalblarga iliqlik baxsh etuvchi, xonadoningizga quvonch ulashguvchi yagona kanal Yaqinimga tabrik kanali. Kamina boshlovchi Niloya siz bilan yaxshi kunlaringizda xizmatingizda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xadija xonona, yomonmisiz? Yaxshi, rahmat. Sog' salomatmisiz? Hayotning shirin tashvishlari bilan charchamasdan yuribsizmi axir? Allohga shukr. Yashang muborak, 65 yoshingiz qutlug' bo'lsin. Rahmat. Aziz, albatta sizga ajoyib dilnomalar yo'llagan aziz insonlaringiz bor. Ularni tabriklarini o'qib eshittirsam va so'ngra ajoyib suhbatimizni davom ettirsak rozimisiz? Rahmat, roziman. Tinglab turasiz onajon, ajoyib she'rlar aynan sizga atalgandir. Ko'zlari mo'nchog'im, yuzi oftobim. Baxtli onlarga boy umr kitobim. Bu hayot yo'lida bo'lgan chirog'im, bugun volidamning tug'ilgan kuni. Tunlari uxlamay yo'lim zor kutgan. Boshidan ne azob sinovlar o'tgan. Hasrat va dardlarin ichiga yutgan, bugun volidamning tug'ilgan kuni. Dunyoga keldim men, shodlandi onam. Hammadan chiroyli o'zi yagonam. Boshga sinov kelsa bo'lib parvonam, bugun onajonim tug'ilgan kuni. Assalomu alaykum men uchun qadrli bo'lgan jannat iforligim, mehribonim onajon. Bugungi ayyomingiz qutlug' bo'lsin. Bugun sizga nima desam, qanday so'z topsam ham ozlik tuyulaveradi. Yuragimning eng chuqur burchagidan sizga minnatdorchilik bildirishni istayman. Sizning mehr va muhabbatingiz, sabringiz va mehribonligingiz meni hayot yo'lida mustahkam ushlab turgan eng katta kuchdir. Sizning mehringiz har qadamda qo'llab-quvvatlaydi, duolaringiz yo'limni yorqin qiladi. Bolaligimda yiqilsam dast ko'tarib dardimga marham bo'lganingizni hech qachon unutmayman. Hozir ham qanchalik ulg'aysam ham sizning qarshingizda o'zimni doim bola kabi his qilaman. Beg'am, baxtiyor va ishonchli. Onajon, sizni borligingiz men uchun dunyodagi eng katta boylikdir. Hayotimning har onida sizga mehrim cheksiz va minnatdorchiligimni so'z bilan ifodalab bo'lmas darajada chuqurdir. Sizga sog'lik, baxt va tinchlik tilayman. Har doim yonimda bo'ling. Har doim duolaringizda bo'lay. Sizni juda ham yaxshi ko'raman onajon deya o'z tilaklarini yakunlaganlar. Rahmat, rahmat. Aziz onajon, sizga chiroyli tabrikni kim yo'llayotgan bo'lishi mumkin? Bilmadim, bolalarım yetgan. Yashang, keling sizga ushbu tabrikka kimlar qo'shilayotganini aytib beraman. Ushbu tabrikni sizga o'g'lingiz Ilhom aka yo'llamoqdalar. Rahmat, rahmat. Umrdan uzoq bo'lsin. Va Jonazar aka ham ushbu tabrikka qo'shiladilar. Rahmat. Aziz, albatta aziz farzandlaringizni sizga atalgan tabriklari yo'qmi axir? Rahmat. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bolalarimdan ham rozi. Inshaalloh. Borligingizga shukr onajonim. Siz hayotni bir ajoyib Allohimning yaratig'isiz. Siz farishtasiz, siz onasiz. Sizga har qanday so'zlar, har qanday tilak va tabriklar bugun kamlik qiladi. Sizni chindan yaxshi ko'rib qadrlagan aziz dilbandlaringiz baxtiga hamisha sog'-omon yurishingizni, ularni boshida boshi bo'lib, qo'llaringiz duoda yurishingizga, haj va umra ziyoratlarini birgalikda ado etib kelishingizga tilakdoshmiz. Allohim. Inshaalloh. Sizlarga rahmat mingdan shuncha yosh qari ko'nglini olib, shunchalik tabrikni ularga yaxshi o'zdan ostida jo'natasiz. Rahmat sizlarga ham Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Aziz onajon, barchasiga siz bundan ham ko'piga loyiqsiz. Bu esa shunchaki tabriklarni debochasidir. Yaqinimga tabrik kanali jamoa a'zolari ham sizni chin dildan qutlamoqdalar. Va siz bilan ajoyib suhbatni olib borayotgan Kamina boshlovchi Niloya bo'laman. Aynan onajon, sizni shaxsan o'zim ham bugungi muborak 65 yoshingiz bilan qutlab qolaman. Rahmat, bolalarimga ham mingdan rahmat. Roziman shu bolalarimga. Albatta, borligingizga shukr onajon. Ularning yaxshiliklarini doim nasib qilsin. Albatta. Ilohim farzandlaringiz albatta. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Rahmat onajonim. Ilohim farzandlaringiz jannatlarda boshingizga toj kiydirguvchi farzandlar qatorida bo'lsin.
Ularni rohat farog'atini, kamolini, baxt va saodatini ko'rib yurish sizga nasib aylasin hamisha. Rahmat. Azizsiz. Onajonim, sizga tabrigimiz yoqdimi? Rahmat. Yaxshi, juda yaxshi. Yashang. Sizlarga ming rahmat. Shunday bir chiroyli qilib yetkazasizlar. Onajonim, borligingizga shukr. Siz kabi mehribon onajonlarimiz borligi uchun biz ham hayotni ajoyib ne'matlaridan bahramand bo'lib yuribmiz. Ilohim hamisha baxtimizga, yurtimiz baxtiga, oilangiz va aziz farzandlaringiz baxtiga sog' omon yurishingizni, 100 yoshlarda yuzlashib siz bilan ajoyib qo'ng'iroqlarni amalga oshirishni Allohim nasib aylasin. Nasib, Allohim. Inshaalloh. Allohim. Shunday ular ishlaringizga rivoj, bundan charchamangizlar. Rahmat onajonim. Tabrik jo'natishdan charchamangizlar. Rahmat kattakon. Siz duo qilib tursangiz biz albatta charchamaymiz onajon. Biz duodamiz doim. Yashang, borligingizga shukr. Bolalarimiz Xudodan yaxshi kunlarni ko'rib yurishimiz. Inshaalloh, albatta. Siz bilan xayrlashmaymiz onajonim, aksincha yana ajoyib diydorlarni, yaxshi kunlaringizda xonadoningizga g'oyibona tashrif buyurish baxti bizga nasib aylasin. Allohim. Ilohim. Rahmat. Xo'p bo'ladi onajon, o'zingizni ehtiyot qiling, ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik. Amin, aytganingizga. Oilatingizga sizlarni ko'rishim. Inshaalloh, xo'p bo'ladi onajonim, borligingizga shukr. O'zingizni asrang, avaylang, ehtiyot qiling. Siz bizga keraksiz hali. Mayli, Xo'p bo'ladi onajonim. Inshaalloh. Inshaalloh omon bo'lasiz. Nasibasi, oilangiz nasibasiga sog' bo'ling. Amin, aytganingiz kelsin. Xo'p bo'ladi onajon, unda siz bilan diydorlashguncha deb qolamiz, xo'p? Mayli, rahmat. Omon bo'ling. Ayyomingiz muborak bo'lsin yana bir bor. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Xadijaxon onamizga atalgan ajoyib tilizxorlarimizni o'qib eshittirar ekanmiz. Sodda dil, mehribon volidamizning ajoyib tilaklariga hamisha o'zi bosh bo'lib erishib yurishiga tilakdoshimiz va ushbu chiroyli tabrikka bizni g'oyibona bosada sherik qilib, aynan kanalimiz orqali mehribonlarini qutlayotgan Ilhomjon akamizga alohida tashakkurlarimizni izhor etamiz. Hamisha oila va yurt tinchligi, barchamizni xonadonimizda tinchlik, totuvlik hukm sursin. Biz barchangizni yaxshi ko'ramiz, qadrlaymiz va e'zozlaymiz. Onajon, Xadijaxon onamiz, ayyomingiz muborak bo'lsin. O'zingizni asrang, avaylang. Sizni yaxshi ko'rguvchi insonlar hali bisyor va ularga ko'p kerak bo'lasiz. Sizlar bilan Yaqinimga tabrik kanali va ushbu kanalning boshlovchisi Kamina Niloya bo'ldi. Omon bo'ling.